Insonlarda 2-3 ta bolasi bo'lsa, biz o'zimizni 30 ta, 35 ta farzandi bor, baxtli onadek his qilamiz. Men Jo'rayeva Xulqar Ramazonovna, Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 26-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 6 yildan beri tarbiyachi bo'lib ishlab kelmoqdaman. Bolalarga bo'lgan cheksiz mehr va muhabbat meni maktabgacha ta'lim ostonasi tomon yetaklab kelgan. Men kasbimni mehr bilan bajaraman va har bir bolaga sifatli ta'lim va tarbiya berishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. 2 ta farzandim bor, o'g'lim, qizim. Boshqa bolalar quchoqlab asalim, shakarim degan vaqtda o'g'lim ayniqsa qizg'anardi. Nima uchun boshqalar bolasini erkalatasiz? Shunchadan boshqa gruppaga berganmiz. Bog'chapalar yaxshi, hammasi mehribon, o'zini bolalaridek qarashadi. Mendan ko'proq bog'chapalarni yaxshi ko'radi bolalar ikkalasi ham. Bog'chamizdagi bolajonlarimiz bizga shunchalik o'rganib, bog'lanib qolishganki, hattoki ota-onalar telefon qilishadi. Opasi, bitta iltimos bor edi. Biz mana shunaqa deyapmiz. Bolalar ko'nmayapti. Siz ayting, siz aytganingizni qilishadi. Yoki bo'lmasa shanba, yakshanba kuni ham telefon qilib, bog'chaga boraman, opamni sog'indim deb janjal qilyapti degan vaqtlari ham bo'ladi-da. Qani bizda bir xil bolalar bor, ota-onasi olib ketadi, obeddan keyin ketmayman, opam bilan opam uyga ketaman deydigan bolalar ham bor-da. Ota-ona kuladi, olib keting opasi uyingizga, o'g'il qilib oling, qiz qilib oling, shunaqa voqealar ham bo'ladi-da. Ba'zan bolalarimiz opa deb murojaat qilmasdan aya, ona deb murojaat qilishadi. Shunaqa voqealar ham bo'ladi. Insonlarda 2-3 ta bolasi bo'lsa, biz o'zimizni 30 ta, 35 ta farzandi bor, baxtli onadek his qilamiz. Bo'ladi ba'zida afsuslanishlar, chunki biz xalqning bolasiga qaraymiz, o'zimiz bolalarimizga ba'zida baxt ajrata olmay qolamiz. O'shanday taraflari, lekin ishimni yaxshi ko'raman. Yo'q, bolalar bilan ishlash qiyin emas. Ishlaysiz, chunki bolalar beg'ubor, yolg'on gapirmaydi. Ular bilan ishlasangiz, o'zingiz ham yosh boladek mazza qilib ishlaysiz. Agar ikkinchi marta tanlash imkoniyati berilganda ham albatta shu kasbni tanlagan bo'lar edim.